Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Uni ham sizga havoni qarada, havoni qara, ey. Bonaga rus turist saunani chekirib o'ganda issiqda, bile. Turist saunani chekirib o'ganda issiqda ko'cha. Bilat. Moshinda olib chiqsang, kechasi onasini emsin, bilat parking topolmaysan. Zaif balki. Parkingda olsang, bosh og'riq, olmasang issiq. Ana shunday tabiq. Shunday gaplar, do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar, yaxshi yomoni bor. Svetoforda muzikani o'chir, u yog'i mozor. Yunami. Bolajoningni siski. Yunami, karkidonni balasi, krokodilni o'g'li. Begemotdan bo'lgan itdan tarqagan anakondadan tug'ilib qolgan. Hammangiz siski. Qatga ketyapsiz deydi. Dori bergani ketyapman. Boshlari og'rib qopti uydagilar. Dorini bermasam, bosh og'rib dorini. Panadol, bandol. Salom. Ko'cha chiroyli. Ko'cha o'ta ham chiroyli. O'ta ham zo'r ko'cha. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Navoiydan salom. Efir bo'ladimi bugun deydi. Otqotaga hozir efir bo'lmay, nima bo'lyapti hozir? Basharangizki, efir bo'lyapti. Chuvsto'ng yo'qolib qolganmi deyman. Ko'rib turgan narsanga ishonmaysan. Qanday bu karkida savol shunday bo'lishi mumkin? Efir bo'ladimi? Nima bo'lyapti hozir efir bo'lmay? Qo'langizga video tomosha qilyapsan. Efirda tomosha qilyapsan-ki meni hozir. Tin deb qo'ygani. Salom. Dubayda havo issiq, kechasi ham, onasini hamsin. Bunday tashqarilarga chiqib dengiz bo'yiga chiqsanglar bo'ladi, salqinroq. Bunaqa shamolcha, shabadacha keladi, lekin mana bunday ko'chada yursanglar, shaharning ichida, uylarning ichida, o'rtada issiq yurak qisadi. Bankomatga ketyapmiz hozir, bankomatga borib ishlab bitkazaylik-chi. Salom, alaykum salom. Rahmat, zo'r. Maza qilib dam olayotdi. Har kuni har joyga aylantiryapman qo'ldan kelgancha. Odamlar cho'qoladi, odamlar yaxshilik qiladi. Qo'ldan kelgancha aylantirib yuribman-da. Mashinchada chikin. Ehson nima bo'ldi? Bilmayman Ehson. Aralashmayman deganimda bilan, hamma. Bo'larish bo'ldi, yaxshilikka bo'lsin. Mashinada parkingdan olib chiqsa, mana hozir ko'rsataman. Bironta joyda parkovka yo'q. Mana. Og'zingga siskay burilmaydi ham qo'toq. Mana. Bironta joyda bo'sh parkovka yo'q, ko'rasizmi? Hamma joy shahar to'la. O'zi kechga hamma mashinasini qo'yib, hamma mashinasini ko'chalarga qo'yib qo'yadi. Assalomu alaykum. Bila. Assalomu alaykum. Jadu, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sardor, o'zingiz yaxshimi? Yaxshimi? Charchamasdan. Ishlab bo'lyaptimi? Yaxshiman, ojo'ni o'ta yaxshimi? Rahmat, bular Xudoga shukr. Nima u arvoh ko'rganda rang oqarib ketgan? Yo, svet yo'q, aka svet yo'q. Svet yo'q. Siz qayerdansiz? Men Samarqanddaman, aka. Nima meni so'kib yurasiz? Ayyo, so'kkan. Yo'q, aka siz. Sardor kanister, bir bola, balo battar nimadirlar videolar ko'rib qolaman. Men aytaman, bu bola kim ekan, nima yomonlik qilgan ekanman bu bola deydi. Birinchi marta gaplashyapmiz, to'g'rimi? Yo, oldin ham gaplashuvdingmi bu joyda? Yo. Endi birinchi marta ulandik, to'g'rimi? Bir boshiga chiqqan payti ulanganmiz.
Men boshda chiqqan paytimmi? Ha, 2022. Men boshida 2018 chiqqanman-ku. O'shanda kim boshda birinchi chiqqan? 2022'da 2022 ulanganmisiz siz bilan? Oh, bilay. Lekin chiroyli bolasiz, qizim bo'lganda ham sizga beradim. Yo, rahmat. Do'st emas. Chiroyli emas. Alloh yaratgan u nima? Ye. Ya, hammani Alloh yaratgan, qumursqani ham Alloh yaratgan, odamni ham Alloh yaratgan. 5 qo'l baravar emas, Sardorjon. Malades. Ko'z to'ymas. Haliroq ulanamiz, hozir bir joyga manda. Tamam. Ma'lum? Xo'p. Tamam. Bo'pti. Pul maydalayuza. Qancha maydalaydi akalarchi? Ha? Qancha maydalaymiz? O'zinglar. Qancha pul maydalab qo'yay naqdga? Jozinglarchi? Ya naqdim bor. Endi kerak bo'pti-da. $1000 deydi. $1000 ko'p emasmi? Nima qilamiz $1000 puldan? Jigarga naguzka emasmi $1000 pul? Yalla habi yalla. Mushkulte. Xavak. Ya xalinte. Chun. Qancha? Yozamiz qancha? Bo'ladimi? Bo'ladimi? Pistani qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Pistani qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Pistani qandoq qoqarlar, mana bundoq qoqarlar. Yalla xinti. Mushkulte. Chin. Yal xalinte. Dirhamda bo'ladi. Dollarda bo'lmaydi, okey? Dirhamda bo'ladi, dirhamda. Dirham. Dollar bermaydi bankomat. Dirham beradi, dirham. Onu kirittik. Ko'tardi. Qarovulni kiritdik. Summani chiqaring. Summani bering bizga. Ikkitani ish qilasa pul chiqadi. Cho'ntakni ish qilasa jun chiqadi. Yo Ramazon. O'choqda ko'p, qozonda pul chiqara qoling. 1000 so'm pulga ot oldik, otni sotib so'm oldik. Uloqdan zurora, onasini nega ora? Oq sum, ko'k sum chiqara qoling, 1000 so'm. Oq sum, ko'k sum. Yerdan topasang ham sanavodigan. Hozir sanab olishimiz kerak bu jallo. Buni sizga bankomatlar aldash mumkin-da, jala. Hiç ko'p pul berib yormadi shu bankomatda. Faqat onangizga ronna beradi va kam beradi. Hech buyurlarga sizga ko'p berib yormadi shu. Mana qo'ydi yana bir $500 ko'p berib yorsa edi. Duo qilib o'taydim jallo. Cho'ntakni ish qilasa pul chiqadi. Shahar chiroyli, shahar kechasi yonadi bu yerda. Kechasi ko'cha to'la odam, hozir ko'rsataman jinni bo'lasizlar. Yarim kecha soat necha bo'ldi? Mana qaranglar, odamni qaranglar. Hamma joy ochiq, hamma joy to'la odam. Ko'cha to'la odam mana onasi sizga. Ko'cha to'la odam, hamma joy opshi. To'la odam, ko'rdinglar? Qachonlardir olis yoshligimdan
Bismillah. Ha. Ko'chada hayot qaynaydi kechasi bu yoqda. Kunduz kuni ko'chada odam bo'lmaydi. Kechasi bo'ladi. Hamma joy to'la odam. Chiroyli madmazellalar, gatzellalar chiqadi ko'chaga. Chiroyli takoy, lo'hki qizlar chiqadi. Mammasi katta, dummasi kattalar chiqadi. Uyga kelyapmiz. Uyga. Endi Xudo xolasa bugun vijdonimiz pokladi. Qalbimiz yaxshi bo'ldi. Yordam berdik qiynalgan bir oilaga. Yaxshi uxlaymiz endi Xudo xolasa. Odam o'zini yengil his qiladi, ehson qilsa, odam o'zini yengil his qiladi, bir boshqacha o'zini bir qanday desam, bir tushuntirib bo'lmaydi-da, uni ehson qilib ko'rgan odamlar biladi. Bir odam bir yengil bo'ladi-da. Ana shunday yengil bo'lib uxlaymiz bugun Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Zilol opa bloklar yo'ramiz. Otajonga o'xshayib kiradi, chiqadi. Shu opam bloklar yo'ramiz. Odamda necha yoshdasiz akajon dedi. 18 ga kirdim kecha. Kecha tug'ilgan kunim edi aka. Opa, turmushga chiqmoqchimisiz menga? Yoshimni so'rayapsiz. Ha? Yoshim sizni nima qiziqtiryapti? Turmushga chiqmoqchimisiz? To'y qachon aka deydi. Qiz yo'q, qiz chiqmayapti, hammasi teshi chiqyapti aka. Qiz chiqsa to'y bo'ladi. To'yga bo'lish uchun qiz bo'lish kerak akajon. Qiz yo'q. Hammasi teshi chiqyapti akajon. Ona sizga urib ketmayapman. Odam bo'lgan chog'imda o'lib ketishga yosh boylik qilaman. Qiz chiqmayapti akajon. Diskotekalar ko'rstingchi deydi. Ekkalingizga qo'tadi. Meni yo'ldan uryapti. Hozir ona sizga diskoteka kirib ichib, men o'zi oldidaman. O'chib qolishim kerak. Urib ket bir yo'la, urib ket do'stim. Klubda oldidaman. Do'stlar, keldim uyimga. Hali ro'yifilla qilamiz, Xudo xolasa. Ko'rganda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Biringizda biringiz ko'tarib turib yuringiz. Gaplashamiz.